Dasturimiz davom etadi. Mingbuloq tumanida paxta terish mashinalari hamda don o'rish kombaynlarini saqlovga olish bo'yicha mintaqaviy ko'rgazmali o'quv-amaliy seminar bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Mingbuloq tumanidagi gigant muqobil mashina traktor parki hududida joylashgan Arts of Cluster mas'uliyati cheklangan jamiyatining paxta qabul qilish maskanida bo'lib o'tgan tadbirda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlari hokimlarining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosarlari, O'zagroinspeksiyaning hududiy boshqarma va bo'lim boshliqlari, paxta terish mashinalarini import qiluvchi rasmiy diler vakillari, agroklaster rahbarlari ishtirok etdilar. Seminarning asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi texnikasini to'g'ri saqlash va unga xizmat ko'rsatish borasida tajribani ommalashtirish, yangi texnologiya va yondashuvlarni joriy etish, fermer va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar uchun yo'riqnoma va tavsiyalar ishlab chiqishdir. Bugungi kunda Namangan viloyatida jami 230 ta g'alla o'rish kombaynlari, 170 ta paxta terish mashinalari bo'lib, yig'im-terim mavsumida ulardan samarali foydalanildi. Endigi asosiy vazifa ushbu qishloq xo'jaligi texnika va agregatlarni saqlovga olish hamda sozligini ta'minlashdan iborat. Seminar ishtirokchilari korxonaning texnika saqlash omborida bo'lib, jarayonlarni ko'zdan kechirdilar. Zamonaviy agromexanik xizmat turlari, ehtiyot qismlar ta'minotidagi yechimlar, agregatlarni uzoq muddatli saqlashda tavsiya etilgan xalqaro standartlar bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Vazirlar Mahkamasining 1-noyabr 2025-yildagi 20.06-sonli xatiga asosan Namangan viloyatida paxta terish mashinalari, don o'rish kombaynlarini o'rim va terimdan so'ng saqlovga qo'yish masalalari bo'yicha kengaytirilgan seminar o'tkazilyapti. Paxta terish kombaynlarini mavsum yakunlangandan so'ng ularni keyingi yilga sifat darajasini shu holatda ushlab turish, keyingi yilda ham samarali foydalanish bo'yicha soha mutaxassislari tomonidan bir qator tushunchalar, amaliy ko'rsatmalar berilyapti. Har bitta detallarda qaysi tartibda qarov o'tkazish kerakligi, qaysi tartibda saqlashi, ularni joylashish holati bo'yicha ham amaliy ko'rsatmalar berilyapti. Agroinspeksiya Namangan viloyat boshqarmasi tomonidan ushbu berilgan ko'rsatmalar asosida joylarda paxta o'rish va g'alla o'rish kombaynlarini shu tartibda sifatli saqlanishi bo'yicha joylarda ishlar tashkil qilinadi. O'quv-amaliy seminar davomida paxta terish mashinalari hamda don o'rish kombaynlarini saqlovga olishning afzalliklari bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda Respublika Qishloq xo'jaligi vazirligi, tegishli idoralar mutasaddilari, olimlar so'zga chiqib, qishloq xo'jaligi texnikalari va agregatlarni uzoq muddatli saqlash me'yorlari, texnik parklar infratuzilmasini takomillashtirish, diagnostika xizmatlarini raqamlashtirish, agregatlarni masofadan monitoring qilish, texnik xizmat resurslarini bir maromda taqsimlash, logistika va ta'minotni mukammallashtirish kabi masalalarga alohida to'xtaldilar. Mazkur seminarda zamonaviy texnikalarni uzoq muddatli saqlovga qo'yishda ilmiy yondashuvlar asosida tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Agar biz mana shu saqlovni to'g'ri sifat bilan tashkil qiladigan bo'lsak, jahon andozalariga mos ravishda tashkil qiladigan bo'lsak, undan foydalanish muddati bir necha yilga ortadi. Bu albatta klaster fermerlarga iqtisodiy manfaat keltiradi. Mana shu saqlovni to'g'ri tashkil etadigan bo'lsak, ana shu sarflangan, yo'naltirilgan investitsiyalarning qaytishi tezlashadi. Seminar soha mutaxassislari uchun manfaatli bo'ldi. Albatta berilayotgan ilmiy tavsiyalar bularni amaliy ishlarida o'z ifodasini topadi. Seminar yakunida qishloq xo'jaligi texnikasini saqlash bo'yicha amaldagi holat tahlil qilinib, aniqlangan xato va kamchiliklarni bartaraf qilish, ko'rsatilgan tartib asosida joylarda ish tashkil etish yuzasidan chora-tadbirlar belgilandi.